odam oyga qancha pul topsa, qanaqa mashina minishi kerak deb o'ylaysiz? Misol uchun oyga $1000 topsa, Avtobus yoki metro. $3000 topadigan bo'lsa-chi? Unda o'zi taksiga o'tsa bo'ladi. Oyga $5000 tadbirkor. 5000 ga o'tsa, o'zi bir Gentrani olsa bo'ladi. Oyga $10000. 35-40 minglik mashina, BYD Champion. Oyiga $20000 topadigan tadbirkor. Ana endi bir 50, 60, 70 minglik mashina olsa bo'ladi. Bilasizmi, nega ko'pchilik katta natijaga chiqa olmaydi? Chunki oldindan maza qilib, kayf qilishni xohlaydi. Birinchi Nexia oladi, $1000 ham pul topmaydi, qarzga botadi, kredit qiladi, rassrochka qiladi. Keyin Gentra oladi, hali ham holati shu, kredit, qarz, rassrochka, keyin Malibu qiladi. Orqasida biznesi bo'lmaydi. Ya'ni u odam ishlashdan to'xtasa, pul keladigan joyi bo'lmaydi. Albatta mashina bor, lekin pul keladigan aktivi yo'q. Shuning uchun birinchi navbatda haqiqiy tadbirkorlar avval aktivlarni ko'paytirishga harakat qiladi. Mashina bu passiv. Oldin aktivlarni ko'paytirishga harakat qilish kerak. Ana undan keyin mashinaga, temirga pul tiksa bo'ladi.